Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ishlab boramiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sarmoyasiz videolar chiqarib boraman. Do'stlar, mana biz kirib olamiz. Kirib olgan paytda mana registr degan tugmani bosib, hozir ro'yxatdan o'tib olsak bo'ladi. Bu sayt havolasini, silkasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tasangiz bo'ladi. Qarang. Email pochta hamda ikkinchi, uchinchi qatorga bir xil parol yozib, kapchani qo'yib, registr degan tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib olasizlar. Do'stlar, mana hozir ro'yxatdan ham o'tib oldim. Endi qarang, sizlarga mana shu sayt haqida hozir qisqacha ma'lumot beraman. Qarang, bu saytda biz turli xil, misol uchun, pul ishlab borsak bo'ladi. Hozir pul ishlash bo'limini hammasini birma-bir ko'rsataman. Qarang, birinchi navbatda ikkinchi bo'limga kirib olamiz. Mana brauzer degan bo'limga. Qarang, bu yerda misol uchun turli xil videolar ko'radigan bo'lsak, mana 30 sekundlik video ko'radigan bo'lsak, bizga 6,1 tanga beradi. Bu tangani misol uchun qanday qilib pulga aylantirishni ham videoda ko'rsataman. Va serverga, mana Telegram kanaliga misol uchun obuna bo'lasiz, 1,8 tanga beradi. Shuni tartibni ko'rib chiqasiz mana. Mana misol uchun mana bu yerda 8 sekund turish kerak. Mana 8 sekund, 15 sekund mana videolar ko'rish kerak. Mana shu tangalar beradi. Endi ko'proq misol uchun biz tanga ishlamoqchi bo'lsak, qarang, bu yerda mana offers degan bo'lim bor. Offers degan bo'limga kirib olib, misol uchun mana turli xil o'yinlar bor. Bularni ham ko'rib chiqasiz. Asosiy hozirgi pul ishlaydigan bo'lim mana server bo'limi. Mana shu bo'limga kiramiz. Kirgan paytda mana misol uchun bu yerda turli xil topshiriqlar bor. Shu topshiriqlarni bajarib pul ishlab borsak bo'ladi. Advertise bo'lim bor. Bu bo'limda reklama bersak bo'ladi. Do'stlar, hozir mana shu saytdan sizlarga misol uchun, ya'ni bonus olsak ham bo'ladi. Buni hozir qanday qilib misol uchun kunlik bonus olishni ko'rsataman. Do'stlar, hozir mana takliflar bo'limidan kirib olib, misol uchun qimmatroq bo'lgan vazifalarni bajarib ko'rsataman. Qarang. Mana bosasiz. Misol uchun sizda Android bo'lgan bo'lsa, Android tanlab olasiz. Mana Android hamda eng yuqori mukofot qo'yamiz. Qarang. Bu yerda misol uchun turli xil o'yinlar bor. Misol uchun mana bu yerda aytib o'tyaptiki, mana $471 o'yin bor. Buni shartini bajarish kerak. Sharti ham bor. Keyin qarang, bu yerda mana hamkorlar taklif qilish bo'limi bor. Misol uchun shularni ham ko'rib chiqasiz. Endi qarang, mana bu yerda o'yin o'ynab, misol uchun biz ko'proq daromad qilsak bo'ladi. Mana o'yin o'ynaysizlar va shartni bajargan bo'lsangiz, sizga shu pulni berish mumkin. Shuning uchun o'yinlarda o'ynab borasiz. Keyin do'stlar, qarang, bu yerda misol uchun bizda hisobimizda tangalar ko'paygandan so'ng, misol uchun bu saytda turli xil misol uchun mukofotlar bor. Qarang, mana bir kunda $250 misol uchun mukofot qo'yilgan. Bunga qo'shilish uchun mana hozir qo'shiling degan tugmani bosamiz. Buning uchun do'stlar, bizning hisobimizda tangalar ko'proq bo'lishi kerak. Mana hozirda birinchi o'rinda turgan odam tangasi 66 mingta tangasi bor ekan. Bu $25 yutib olishi mumkin. Ikkinchi o'rinda turgan odam tangasi 40 mingta bor ekan. Bu Fransiya davlatidan ekan. Bu $17,5 yutib olishi mumkin. Uchinchi o'rindagi esa mana 37 ming tangasi bor. Bu 875. Mana ko'rasiz. Mana odamlar hisobi tanga. Sizda hisobingizda misol uchun tanga ko'proq bo'ladigan bo'lsa, sizda ham misol uchun har misol uchun kunlik pul yutish imkoniyati bo'ladi. Hozir qarang, mana ko'rib chiqamiz, o'zbeklar bormi yo'qmi ko'ramiz. Menimcha bu saytda asosan chet elliklar ishlatadi. O'zbeklar misol uchun ko'p ishlatmaydi. Shuning uchun hozir men sizlarga ko'rsatyapman. Endi sizlar ham pul toping degan maqsadda aytib o'tyapman. Mana qarang, 84-da turgan odamning misol uchun mana $0,5 yutishi mumkin. Mana 1745 ta misol uchun tangasi bor. Hozir bu yerda mana o'zbeklar menimcha yo'q ekan. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ko'rib boramiz. Endi keyingi misol uchun mana haftalik misol uchun bu yerda ham anasi bor. Mana qarang, mana haftalik misol uchun $1000 yutuq bor. Bosamiz. Ko'ramiz misol uchun. Bu odamni $100 yutishi mumkin. 4 kuni 13 soatdan keyin 15 minut. Mana 4 kuni 13 soat 15 minutdan keyin mana $100 yutishi mumkin. 341 mingta tangasi bor. Keyingisi mana hisobda tangasi $70 yutishi mumkin. Bunda misol uchun qancha odam bo'ladi hozir ko'ramiz. Do'stlar, eng oxirgi odam qancha pul yutib olishi mumkin ekan. Hisoblaringiz tanga ko'proq bo'lishi kerak. Bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, faqat yevropaliklar. Mana eng oxirgi mana yana 1000 odamga o'tamiz. Mana 1000 odamning hisobida 2020 tangasi bor ekan. Mana 0,04, ya'ni 4 sent ishlash mumkin ekan. Shunaqa tartibda do'stlar ko'rasiz. Bu yerda o'zbeklar ham uchrab qolishi mumkin. Endi qarang, bu joyda yana bitta narsani ko'rsatishim kerak. Ya'ni oylik ham bo'lishi kerak-da mana. Yo'q, mana kunlik $250, mana haftalik, yana bitta misol uchun haftalik bor ekan. Bunda ham mana $100 konkurs bor. Bunda mana $500 bor. Mana 4 ta konkurs bor ekan. Shularda qatnashsangiz bo'ladi. Keyin do'stlaringizni ham taklif qilsangiz bo'ladi. Do'stlar taklif qilish uchun
qarang, bu joydan referalni havolangizni olishingiz kerak bo'ladi. Mana referal havola olish uchun promo materials degan bo'limga kirasiz. Kirgan payt mana bizda misol uchun referalni link tayyorlab beradi. Mana copy degani bosamiz, nusxalab olib do'stlaringiz taklif qilsangiz bo'ladi. Shunday tartibda do'stlar ishlab, mana cash out degan tugma bor. Bosamiz. Qarang, mana turli xillarga yetsa bo'lsa, mana Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, mana Pair ham bor. Mana Pairga bosamiz. Misol uchun mana Pairingizni kiritib qo'yasiz. Mana Pair kiritasiz. Mana bu joyga Pair hamyon yozasiz va mana minimal nechish 1000 ta coin ekan. Misol uchun bu 1000 ta coin necha pul bo'ladi ekan? Shunaqa ham hozir ko'ramiz. Mana 1000 ta coin $1 bo'lar ekan. 1000 ta coinda bemalol o'yin o'ynab, sarmoyasiz ishlab borsangiz bo'ladi. Konform boz yechib olasiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Barchaga omad.